Sevgi bu ikki insonni birlashtirib turadigan telbalikdir. Muallif Cho'li qushi. Gul yuzligim. Baxtli bo'lishsin, ko'z tegmasin, biram chiroyli to'y bo'ldi. Hammani og'zilang ochildi-ya kelinoyi. Ha endi kimsan Jalilovlar to'y qiladi-yu, ovoza bo'lmasinmi Vaziraxon? Oyi, keldi suyukli keliningiz. Hoy Elnura, nega bunaqa qilsana? Shunday yaxshi kunda kesatmasang bo'lardi. Amma o'zi asablarim joyida emas. Mayli, men ketdim xonamga. Qo'ying Vaziraxon, o'zi bu sal erkaroqda. Aytgan qizini akasiga kelin qilmaganimga to'mtayib yuribdi. Hali yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Mayli-da kelinoyi, qizingizni rosa erkalatmang. Qiz bola birovniki. Ertaga turmushga chiqsa ham aytganini qildiradigan bo'ladi. Aytganini qilishmasa janjal bo'lishi mumkin. Xo'p, Vaziraxon, yuring kelinni kutib olaylik. O'zi charchadim bugun. Barno opaga qaynisinglisini gaplari yoqmagani uchun darrov gapini bo'ldi-yu, o'zi kelinini kutib olgani chiqdi. Bu uy, ya'ni Jalilovlar xonadoni. Tashqaridan ko'ringanda biram ahil oila bo'lib ko'rinardi. Ichkarida esa muhit umuman boshqacha. Katta o'g'il Aziz va ayoli Rohila o'zlari bir dunyo. Bugun to'y bo'lib uylangan o'g'il Azamat o'zi bir dunyo edi. Va kichik xonim Elnurani ham o'zini olami bor. Ota-onalar, Barno opa va Botir akalar ham o'zlari bilganidek yashashardi. Faqatgina dasturxon atrofida bir-birini ko'rishardi. Kuni bilan ishda, o'qishda bo'lishardi. Oilada bir-birini ko'ra olmaslik degan narsa ham bor edi. Bu qaynisingil kelinoysini mensimaslik va kelin ham qaynisinglisiga til uchida mehribon edi. O'zi yoshlikdan tarbiya shunday bo'lganda. Bu oilada insonlarni mensimaslik odatiy hol bo'lib ulgurgandi. Egilib salom bering kelin poshsha. Meni qarindoshlarimni oldida uyaltirib qo'ymang. Axir maqtab olgan kelinimsiz. Qaynonam meni quchdi-yu, qulog'imga shu gaplarni sekingina aytdi. Men ham xo'p degandek bosh silkib qo'ydim. Qaynonam aytganidek uydagi 3-4 mehmonga egilib kelin salom qildim. Inson hayotini va hayotida nimalar bo'lishini, taqdirida kim yozilgan u butun umrlik baxti kim ekanligini avvaldan bilib ololmas ekan. Men ham sovchilar orqali tanishib, turmush qurayotgan erimni Azamat akani butun umrlik baxtim deya adashgan ekanman. Aslida mening baxtim ular emas ekan. Hayotda har doim ham sen o'ylagandek ishlar bo'lavermas ekan. Albatta, senga sinov bor ekan. Baxtga erishish oson emasligini shu sinovlar orqali anglab yetdim. Urf-odatlar tugagach, bizni xonamizga kuzatib qo'yishdi. Qo'llarim qaltirab, Azamat akaga kelin salom qildim. Biram hayajon bosardiki, nima qilishni bilmay dovdirardim. Bahora bo'ldi, shart emas, deya Azamat aka kelib, yuzimni ochdi. Bugun boshqachasan. Qanaqa? Deya ularni ko'zlariga bir qarab oldim-u, yana nigohlarimni pastga qaratdim. O'zgacha chiroy bor senda. Odamni o'ziga jalb qiladigan. Senga uylanib xato qilmabman. Hozir shu onda buni anglab yetdim. Indamay turaverdim. Azamat aka ham, men ham sovchilar orqali bir-birimizni tanidik. Hali bir-birimizni tanib ulgurmasimizdan to'yimiz ham bo'ldi. Ovqatlanamizmi? Biz uchun bezatilgan dasturxonga ishora qildim. Ha, kel. Sening qo'lingdan choy ichmoqchiman. Ikkimiz birgalikda dasturxon yoniga o'tirdik. Azamat akaga choy qo'yib uzatdim. Ular choyni oldida menga kulib qarab qo'yib, choyni ichdilar. Bu narsa yegan bo'ldik. Azamat aka menga tikila shirinliklardan yer edi. Bahora, deya Azamat aka joyidan turib yonimga kelib o'tirdi va qo'li bilan yuzimni sekin silab menga yaqinlashib boshladi. Men esa o'zimni tortdim. Haligi nima bo'ldi? Savol nazariyle qaradi.
ulardan o'zimni olib qochganim yo'qmagandek. Haligi men uzrli holatdaman. Shunga Azamat aka menga bir pas qoshlarini chimirib qarab turdi. Yaxshi, juda yaxshi-da. Bir zumda kayfiyatni tushirishni ham qoyillatding. Unda uxlay qolay deya joydan turib jahl bilan ustidagi oq ko'ylagini yechdi-da yotoqqa tashladi. Men ularning gaplaridan jahl qilishidan xijolat bo'lib, nima qilishimni bilmay o'tiraverdim. Azamat akani darrov qizishib ketganini ilk bor ko'rishim. Shu paytgacha doim sokin edi. Shunday o'tirasanmi? Yig'ishtir dasturxonni. Tezroq chiroqni o'chirgin. Xo'p bo'ladi, deya tez joyimdan turib, dasturxonlarni yig'ib oldim. Bahora! Hozirgina vannaga kirgan Azamat akaning ovozidan cho'chib tushdim. Ha? Telefonim qani? Bilmadim. Telefoningizni ko'rganim yo'q. Nurbek bugun o'zini g'alati his qilib, hech qanday tungi klub bu do'stlar bilan kechki daydishlarga chiqmadi. Holsiz o'zini yotoqqa tashladi. Ko'zlarini yumib to'g'ri bo'lib yotardi. Hozirgi g'alati ahvolni o'zi ham tushunmayotgandi. Avvallari hech bunday bo'lmagandi. Xuddiki jondan aziz insonini yo'qotib qo'ygandek g'amgin, kayfiyati yo'q edi. Qancha payt yotdi bilmaydi. Qarasa yonida sevgilisi Pari yotibdi. Bu odatiy holligi uchun Nurbek Parizodaga bir qaradi-yu, yana ko'zlarini yumib oldi. Nurbek, sizni sog'indim. Qiz Nurbekka yaqinroq yotib, uni quchdi. Sen shunday to'satdan aytmasdan kelishni qachon bas qilar ekansan-a? Men sizni sog'indim dedim. Pari erkalanibgina gapirdi bu so'zlarni. Men ham sog'indim. Faqat hozir bilmayman, hech nima yoqmayapti. Men hammi? Senmi? Sen doim yoqasan-u jonim. Nurbek qizga o'girilib, peshonasidan o'pib qo'ydi. Nega xafasiz? Aytdim-u bilmadim deya. Hali uyiz atrofida Serdar yurgan ekan. U keldimi yoningizga? Yo'q, kelmadi. U uyimni atrofida nima qiladi? Nurbekning qoshlari chimirildi. Bilmadim. Ko'rdim, dedim shunchaki. U bilan gaplashdingmi? Nurbek joydan turib Pariga jiddiy qaradi. Nega gaplashaman? Pari ham joydan turdi-da, Nurbekka kipriklarini pirpiratib qaradi. Rostdan gaplashmadingmi? O'sha iflos bilan gaplashmadingmi rostdan? Bo'ldi, qizishmang. Nima, menga ishonmayapsizmi? Ishonish-ishonmaslikda emas gap. Uni bilasan, asabimga tegishga usta. Nima qilib bo'lsa ham meni jahlimni chiqarishga urinadi. Agar meni jahli chiqadi deya yashirgan bo'lsang, buni oqibati yomon bo'ladi. Nurbek yotoqdan tushdi-da, ustidagi futbolkasini yechdi-da, boshini aylantirib mashq qilgan bo'ldi. Shu yo'l bilan jahldan tushishga tinchlanishga harakat qildi. Demak, menga ishonmaysiz? Pari ham turdi-da, Nurbekka sinchkov qaradi. Men siz uchun ota-onam bilan Yaponiyaga ketmay, yoningizda qoldim. Shunda ham menga ishonmayapsizmi? Unda men bu yerda nima qilyapman? Pari sumkasini olib, endi ketayotganda Nurbek unga qaradi. To'xta. Yana nima? Hozir meni tashlab ketyapsanmi? Ha, menga ishonmaydigan odam bilan yonida bir daqiqa ham qolishni xohlamayman. Pari jonim, hozir Serdar deganingga jahlim chiqdi. Senga ishonaman. Nurbek qo'llarini keng yozdi. Hozir yonimga kelmasang, O'zbekistonga qaytish kunim ertaga ekan. Meni keyin ko'ra olmaysan. Pari borib Nurbekni bag'riga kirdi. Meni tashlab ketasizmi? Xohlasang sen ham yur. Axir u yerda ota-onangiz bor. Nima deysiz? Bu qizni sevaman, uylanaman deysizmi? Axir siz nikoh, to'y degan narsalarni xohlamasangiz. Asl muammo ham shunda-da. Oyimlar tezroq qayt, uylantiramiz degan. Kel shuni o'ylamaylik, o'zimiz haqimizda o'ylaylik. Hozirgina sog'indim deyotgan eding-a? Ha, sog'indim, deya Pari Nurbekni qattiq quchdi. Nurbek va Parizoda Yevropaning nufuzli universitetlaridan birida o'qishadi. Bu yil o'qishni tugatishdi. O'qishni tugatishi bilan Nurbekning uydagilari tezroq qaytishini aytib, har kuni qo'ng'iroq qilardi. Lekin Nurbek umuman qaytish niyati yo'q.
Yevropada yashab, shu yer muhitiga o'rganib bo'lganda. Qaytsa albatta, uylantirish masalasi ochilishini bilib ham qaytishni xohlamayotgan edi. Erta tongdan turib, kelinlik vazifalarimni bajarmoqchi bo'ldim. Lekin avval tanishtiruv degan marosimlar tugab, keyin nonushta tayyorlash uchun oshxonaga bordim. Bu xonadonga qanday ko'nikar ekanman. Azamat aka ham men o'ylagandan ko'ra boshqacha inson ekan. Kechagi oddiy telefonini qayerga qo'yganini eslolmay, menga jahl qilib baqirganini eslasam, qo'rqib ketyapman. Darrov qizishib ketadigan inson bilan qanday yashayman, bilmayman. "Hoy, kelin poshsha", qaynonamning ovozidan cho'chib tushdim. "Bu suvni ochib olib nega xayol suryapsiz? Tez-tez ishingizni qilsangiz-chi?" Piyolalar toza bo'lsa ham bir chaymoqchi bo'lganimni unutibman, xayol bilan bo'lib. Bahora, ilk kundan gap eshitishni boshlading. "Xo'p bo'ladi oyijon. Bo'ling, tez bilib ishingizni qiling. Meni uyaltirib qo'yasiz bu lalla ishingizda." "Xo'p. Ana bilmasangiz, ovsiningiz Rohiladan so'rang, o'rgatib qo'yadi uy ishlarini. Axir 5 yildan beri xizmatimni qiladi." Endigina uyqusirab oshxonaga kirayotgan Rohila qaynonasining gapini eshitib ensa qotirdi. "Ana o'zi keldi. Rohilaxon, uyqusiramasdan ovsiningizga qarashing." "Xo'p, oyijon", jilmaydi Rohila. Qaynona kelinlariga ish buyurib, o'zi oshxonadan chiqib ketdi. "Ha, ovsinjon, o'zi bitta piyolani 3 soatda yuvarkansiz. Idishlarni yuvsangiz, kuni bilan yuvsangiz kerak." Ensa qotirgancha Rohila stollardan biriga o'tirdi. "Yo'q, opa. Opajon, unday emas." Tezda piyolalarni yuvdim-da, qo'limni artib nonushta tayyorlashga kirishdim. "O'zi sizga bir gap aytaymi?" Rohila eshik tarafga bir qarab oldi-da, Bahoraga qosh uchirdi. "Nima, opajon?" "Qaynonam aytaveradi." Yo'q, endi qaynonamiz bo'ldi. Xullas, bu qaynonamiz gapiraveradi-da. Siz xohlaganingizcha bu uyda nima qilsangiz ham ishi yo'qlar. Ertalablari ham bemalol uxlayvering. Qaynonamiz ham til uchida gapirib qo'yadilar-da. Har hafta uyimizga xizmatchi kelib tozalaydi. Biz bemalol dam olib o'tiraversak bo'ladi. Faqat xo'p deya, u bu ish qilib turishimiz kerak, ovsinjon. Biz nima, bu uyga xizmatchilikka kelmadik. Tinmay ish qiladigan. Shunday ekan, yayrab, yashnab yashab qolishimiz kerak bu dunyoda. O'z bilganimizni qilib." Ovsinimning gaplarini eshitib hayron bo'ldim. "Yo'q, opa. Bu uy ishlarini hech qanday og'iri yo'q-ku. Oyjon ham bizga yaxshi bo'lsin deb aytadilar." Mayli, hali yoshsiz-da. Sizga aytdim, qo'ydim. O'zingiz bilasiz. Ha, yana bu gaplarim o'rtamizda qolsin-a? Xo'p, albatta. Mayli, siz nonushta qilmasangiz ham mayli. Bu uyda ertalablari o'zi nonushta qilinmaydi, deya Rohila joyidan turib, Bahoraga kulib qo'ydi-da, oshxonadan chiqdi. Bahoraxon, hali meni xizmatchim bo'lasiz. Rohila ashula aytgancha xonasi tomon ketdi. Ertalab Nurbek uyg'ongan payt Pari allaqachon uyg'onib bo'lgan ekan. Nurbek uyqusirab Parini izladi. Hammom, oshxona, yana qo'shimcha xonalarga kirdi-yu, uni topolmadi. Pari uyga ketmagandir shu paytda. Nurbekning xayoliga birdan shaxsiy hujjatlari, pullari turadigan xona keldi. U xonaga kirmagandi, chunki Pari u xonada bo'lishi mumkin deya xayoliga keltirmadi va hozir xayoliga kelib o'sha xonaga bordi. Bordi-yu, xona seyfi yonida Parini ko'rib hayron bo'ldi va o'zi kelganini bildirish uchun tomoq qirib qo'ydi-da, xonaga kirdi. Nurbek, tinchlikmi? Bu xonada nima qilyapsan? Hech nima, shunchaki kirilmaydi bu xonaga, yoki pul kerakmidi? Yoki bilmadim, taxmin keltira olmayapman boshqa. Ha, Nurbek, sizga aytishga xijolat bo'ldim. Pari ko'ziga yosh olib, sekin Nurbekning yoniga keldi. Menga shu kunlarda pul kerak. Dadamlar bu yerda emas. Shunga sizdan so'ramay pul olayotgandim. Axir ikkimiz bir butun bo'lsak, sizning pulingiz meni pulim, shunday emasmi? Pari Nurbekka ko'zlarini mo'ltilatib qarab, uni quchdi. Ha, shundaylikka shunday, lekin o'zimdan so'rasang berardim. Nurbek nimalarnidir o'yladi-da, Parini bag'ridan bo'shatib, o'zi qizga sinchkov qaradi. Rostdan pul kerakmi?
Ha, boshqa nima ham bo'lardi? Yaxshi, beraman. Sen boravergin. Men ham hozir boraman izingdan. Faqat ko'p qolib ketmanga, deya Pari xonadan chiqib ketdi. Nurbek esa xonani biroz kuzatgan bo'lib, seyf yoniga borib, uni ochib ko'rdi. Pullari joyda va yana bir seyf ham bor edi. Uni ham borib ko'zdan kechirdi-da, tashqariga chiqdi. Xonani esa qulflab, kalitini o'zi biladigan joyga qo'yib qo'ydi. Bu xonadonga kelganimga ham mana 3 kun bo'ldi. Biram zerikarli, ishlardan zerika boshlagandim. Ish boshlay desam, hali yangi kelinman. Chidashga majbur edim. Azamat akani o'zimga yaqinlashtirmaganim uchunmi, bilmadim. Mendan xafadik. Nuqul jahl qilib urushgan. Axir ataylab qilmayapman-ku men ham. Bugun ertalab ham jahl qilib ishga ketdilar. O'zimni bu ishimdan rosa xijolatda ham bo'ldim. Bir tomondan Azamat aka erkak kishi, ayolidan mehr ko'rishni xohlaydi. Bugun kechga albatta ularni xursand qilaman deya o'yladim-u, uyalibgina jilmayib qo'ydim. Hali Azamat akani sevib ulgurmagan bo'lsam ham, ularni turmush o'rtog'im sifatida hurmat qilardim. "Ha, senjon, nima bo'ldi, xayol surib qolibsiz?" Yonimga ofsinim Rohila keldi. "Ha, yo'q opajon, o'zim shunchaki." "Hoy, kelin poshshalar, sizlarning boshqa ishingiz yo'qmi? Qachon qarasa o'tirasizlar gap sotib. Rohilaxon, sizga nima degandim? Ofsiningizga ish o'rgating desam, qo'shilib yalpayib o'tiribsiz." "Boshlandi", deya sekin ming'irlab qo'ydi Rohila. "Ha, oyjon, o'rgatdim. O'zi o'rgana olmasa ayb mendami? Bu keliningiz o'zi dangasa ekanda. Adashdimmi kelin tanlashda?" Ofsinim Rohilaning gaplarini eshitib hayron bo'ldim. Bir yaxshi ko'rsatadi, bir yomon. Bu ayolni tushunib bo'lmas ekan. O'zi kelganimdan beri hamma ishlarni og'rinmay o'zim qilayotgan bo'lsam, yana nima qilishim kerak ekan? Qaynonamni ham, ofsinimni ham gaplariga e'tibor qilmasdan kechki ovqatga urindim. Kechki taomlarni ham bitta o'zim qildim. Dasturxonlarni yozdim. Bir payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Azamat aka kelgan bo'lsalar kerak deya borib darvozani ochdim. Qarasam boshqa. "Jalilov Azamat shu yerda yashaydi ekan." "Ha, shu yerda tinchlikmi? Siz uni rafiqasimisiz?" "Ha." "Afsuski, sizlarga sabr tilaymiz. Bugun hozirgina Jalilov Azamatni anhor bo'yida jasadi topildi." "Nima? Qanaqa jasad? Tushunmadim." "Eringizni o'ldirib ketishgan. Biz surishtiruv ishlarini boshlaganmiz." Hech nimani anglolmay, holsiz yerga o'tirib qoldim. Qancha o'tirganimni bilmayman. Boshimda qaynonamning ovozini eshitib, o'zimga keldim. "Nimalar deyapsiz siz? O'g'lim qani? O'g'lim qani deyapman." "Biz ham surishtiruv ishlarini boshlaganmiz. Opa, hamdardlik tilayman." Bir zumda uyimiz yig'i ovoziga to'ldi. Kimdir soxta, kimdir chin yig'lardi. Men esa hali ham hech nimani anglolmay, bir nuqtaga qarab o'tiraverardim. Hech kimga bunday kunlarni ravo ko'rmayman. Hali 3 kunlik kelinchak erimdan ayrilib qolgandim. Men Azamat aka bilan bir butun oila bo'lib ulgurmagan bo'lsam ham, ularni sevmasam ham, menga bu o'lim juda yomon ta'sir qilyapti. "Negalar seni kelin qildim-a? Nega? Shum qadam chiqib qolding-ku. Kelganingdan uyimni azaga aylantirding. Arslondek o'g'limdan ayrilib qoldim. Boshimni qaysi devorga uray? Bolam." "Sizga aytgandim, oyi, shu qizni kelin qilaman deb turib oldingiz. Mana oqibati." "Hoy, jim bo'l Elnura. Hozir shu gaplarni mavridimi? Kelinni aybi yo'q. Ahvolini ko'rmayapsanmi?" "Rosta, amma. Nima bo'lsa men yomon, u yaxshi." "Ammajon, Elnura va Oyjon rost aytayapti. Bu kelin shumqadam", gapga aralashdi Rohila. "Ammajon, Elnura va Oyjon rost aytayapti. Bu kelin shumqadam", gapga aralashdi Rohila. Jim. Kelinni aybi yo'q. Biringizni akangiz, biringizni qayningiz o'ldi. Kelinni ham eri edi." Atrofimdagi odamlarning gapini bir anglab, bir anglamay jim o'tiraverardim.
Surishtiruv ishlaridan shu ma'lum bo'ldiki, Azamat aka 17 yoshli qiz bilan yurib qo'yibdi. Qiz ham o'zi xohlab bu ishlarni qilgan ekan. Keyin qiz homilador bo'lib qolibdi va bundan qizni akalari xabar topib, qizni jahl usta kaltaklabdi. Qiz akalardan qo'rqib o'zini o'ldiribdi. Yoshgina qiz Azamat aka bilan nopok ishlar qilayotgan vaqt akalardan qo'rqmay, endi qo'rquv qamrab yosh umrini xazon qilibdi. Singlisi o'lgach, akalar Azamat akani topib, uni ayamay do'pposlab, hatto o'ldirib qo'yib, anhor bo'yiga tashlab ketgan. Hozir u yigitlar qamoqda, jazosini olyapti. Bu ishlarda qiz ham, Azamat akam ham aybdor edi. Lahzalik ko'ngilxushlik oqibatida ikkisi ham bu olamni tark etgandi. O'ylamasdan qilingan ish oqibati nechta odamni boshiga yetganini hamma ko'rdi, bildi. Kimlardir bu holdan saboq oldi, kimlardir esa hech nima bo'lmagandek yo'lida davom etishdi. Men esa hech ham Azamat akani bunaqa ishlar qiladi deya o'ylamagan edim. Qaynonam bu jinoyat nimani orqasidan bo'lganini bilsa ham, meni shumqadamlikda ayblashdan voz kechmadi. Ota-onam esa meni uyimizga qaytarib olib keldi. Endi o'zim ham uyda ortiq yasholmasdim. Oradan oylar o'tdi. Pedagogika institutini tamomlagan edim. Soham bo'yicha ishga joylashdim. Ishim bilan ovunardim. O'tmishni unutishni xohlab, diqqat e'tiborimni ishga qaratdim. Dars vaqtlari tugadi. Uyga ketay desam, bir o'quvchim sumkasini quchoqlab, shiringina bo'lib o'tiribdi. "Yasmina, nega hali ham o'tiribsan? Darslar tugadi. Uyingga ketmaysanmi, shirinim?" "Bahora ustoz, meni amakim kelib olib ketaman, seni parkka olib boraman deganda, hali ham kelmadilar. Amakimni kutyapman." "Unda bunday qilamiz. Amakingni raqamini bilasanmi? Menga aytgin, ularga qo'ng'iroq qilib beraman, xo'p? Men ishlarim bor edi, seni ham yolg'iz tashlab keta olmayman." "Ha, bilaman. Hozir," deya qizaloq o'ylanib turdi-da, raqamlarni bitta-bitta qilib aytdi. "Mana hozir gudok ketyapti. Ustoz, amakimning telefonining ovozi eshitilyapti. Menimcha keldilar. Ana amakim." Nurbek xonaga kirar ekan, telefoni jiringlaganidan unga javob berib xonaga kirdi. "Eshitaman." Yigitni ovozi ham orqamdan, ham telefonimdan eshitilgani bois darrov ortimga qaradim. Yasmin esa yugurib borib amakisini quchdi. Men esa telefonni o'chirdim-da, yigitga bir qaradim-da, salom berib, narsalarimni yig'a boshladim. "Va alaykum assalom. Ketamizmi, malikam?" deya Nurbek Bahoraga bir qaradi-da, yana qayta nigohini Yasminaga qaratdi. "Ha, ketamiz. Faqat egiling amaki." Nurbek hayron qarab Yasminaga egildi. Yasmina amakisining qulog'iga pichirladi. "Amaki, ustozim chiroyli-a?" "Bilmadim, chiroylidir." "Amaki ko'rmayapsizmi? Juda chiroylilar-ku. Ularni ham birga parkka olib ketaylik," jilmaydi Yasmina. Nurbek Yasminaning gaplarini eshitarkan, qayta Bahoraga qaradi. Men narsalarimni yig'arkanman, turib qolgan amaki va jiyanga nigohimni qaratdim. Yasminaning amakisi ham menga qaradi. Ikkimizni nigohlarimiz bir lahza tutashdi-yu, yana boshqa tarafga qaratildi. U yigitga qaraganimda yuragim allanechuk ura boshladi va darrov xayollarimni yig'dim-da, ketish uchun ularga takror qaradim. Nurbek Bahoraga qaragan payt uning ham yuragi allanechuk bo'la boshladi-yu, darrov qizning nigohlarini uzib Yasminaga qaradi. "Yasmina, yura qol. Ustozingning boshqa ishlari bor shekilli." "Ha, shunday. Sizni kelishingizni kutayotgandik. Endi men ham ketishim kerak." "Bahora ustoz." Labbay, ko'zlarini mo'ltillatib qarab turgan Yasminaga qaradim. "Biz bilan boring parkka, iltimos." "Voy shirinim, men bora olmayman. Zarur ishlarim bor. Yana men nima qilaman parkda?" Bir menga, bir Yasminaga qarayotgan yigitga yana bir bor nigohlarim tushdi-yu, ko'zlaridagi o'zgacha bir qandaydir, bilmayman, o'ziga tortuvchanlikni ko'rib, bir zum qarab qoldim. Nurbek ham Bahoraga qarar ekan, qizdagi o'zgacha bir latofatni ko'rib, unga tikilib qoldi. Rostdan chiroyli qiz ekan, o'zgacha, yoqimli. "Bo'ldi Nurbek, bo'ldi, qarama. Nimalarni o'ylaysan-a?" "Yasmina, keta qolaylik, ustozingning ishlari bor ekan." "Lekin amaki..."
Yasmina, boshqa safar albatta boraman. So'z bering. Yasmina, ustozingni qiynama. Bo'ldi. Bu qiynmas. So'z beraman. Albatta sen bilan boraman parkka. Boshqa safar. Qoyil. Yuring amaki, endi ketamiz. Bahora ustoz, yaxshi qoling. Xo'p, yaxshi boring. Yasmina va amakisi ketgach, men ham yuzda tabassum bilan ko'chaga chiqdim. Nega kulayotganimni o'zim ham bilmayman. Kechki ovqat payti ovqatlanib bo'ldik. Kelinoyimlarimga dasturxonlarni yig'ishga yordam berdim. Qo'ying Bahoraxon, o'zim yig'ib olaman. Bahora, sen o'tir, gapim bor. Nima gap ekan oyi? Xullas, senga sovchi keldi qizim. So'radim, surishtirdim. Bu safar yaxshilab surishtirdim. Menga ma'qul. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Nima? Qanday uchrashuv? Qanday sovchi oyi? Hali Azamat aka vafotlariga hech qancha bo'lmadi. Men turmushga chiqamanmi? Yana umuman xohlamayman turmushga chiqishni. Azamatjon vafotiga ham mana yaqinda 7 oy bo'ladi. Unga seni nima aloqang bor endi? Qaynonangni... Yo'q, u ayol endi qaynonang emas. Xullas, o'sha ayol seni shumqadamlikda aybladi. Endi baxtingni ham ko'rib qo'yishni xohlayman qizim. Uyimda 2 kelinim bor. Yana sen. Seni boshimga yostiq qilib olib o'tirsam, olib o'tiraveraman. Oyi, hayhotda uyingizni bir burchakkina xonasida yashayapman. Shunda ham og'irligim tushayotgan bo'lsa, ketaman. O'zim ijara uy topib. Voy qizim-a. Seni og'irliging menga umuman tushmagan. Men faqat baxtli bo'lishingni xohlayman. Yaxshi joy ekan. O'sha yaxshi joydan quruq qolmay deyapman-da senga. Yoshing ham 24 dan o'tyapti. O'qiyman deding, xo'p-deya o'qitdik. Keyin turmushga berdik. Taqdirmas ekan. Bu voqealar bo'ldi. Lekin qizim, sen ko'nglingni cho'ktirma. Chiroylisan, qo'lingda hunaring bor, kasbing bor. Yana uylanmagan ekan yigit. Yana 1-2 yil o'tsa, keyin uylangan, ajrashganlardan sovchi keladimi? Men seni baxtli bo'lishingni xohlayman. Oyi, uylanmagan bo'lsa, men unga qanday turmushga chiqaman? Yigit seni sevib qolibdi. Uylansam faqat shunga uylanaman debdi. Uchrashgin, mayli yoqmasa majburlamayman qizim. Xo'p oyijon. Buva, meni chiroyli ustozim bor. Yasmina buvisiga pichirlab, kulib aytdi bu gaplarni. Ha, shundaymi qizalog'im? Fotiha qildik dasturxonga. Men bora qolay, ishlarim bor. Nurbek bolam, darrov xonangga qochmasdan kel yonimga o'tir. Yana uylanish masalasi bo'lsa, oyi iltimos, shuni keyin gaplashaylik. Kel dedim senga. Nurbek oyisiga yo'q deya olmay borib yoniga o'tirdi. Keyin gaplashaylik desan, qachon u? Keyininga? 28 yoshdasan, o'qitdik, oliy ma'lumotli qildik, ishlayapsan. Endi uylanish vaqti keldi. O'g'lim, sen tengilar. Men tengilar o'g'liga to'y qilyaptimi? Kulib qo'ydi Nurbek. Bu kulgili emas o'g'lim. Jiddiy bo'lgin. Sen nega uylanmayman deyapsan? Yevropada o'qib, o'sha yillik odamlardan o'rgandingmi? Yo'q oyi, men shunchaki xohlamayman. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi gap tamom. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Amaki, ustozimga uylaning. Qizim, jim. Uyat bo'ladi. Yur xonangga, darslaringni qilamiz. Shoshma, bu Yasminaning ustozi kim o'zi? Ha, oyi, Bahorani aytyapti. Qanaqa qiz? Chiroylikkina, odobli. Shunday degin, turmushga chiqqanmikan? Nodir opa keliniga savol nazariyle qaradi. Bilmadim oyjon. Unaqa qizlarni oshig'i ko'p bo'ladi. O'qimishli, chiroyli, balki turmushga chiqqandir ham. Yana bilmadim. Unda ro'yxatimga u qizni ham qo'shib qo'yaman. Qanaqa ro'yxat oyi? Qaynijon, oyjonimni ro'yxatini ko'ring, albatta qizlardan birini yoqtirib qolasiz. Oyjon chiroyli, oliy ma'lumotli qizlarni ro'yxat qilgan. Baribir ham shu ro'yxatdagi qizlardan biriga uylanishingiz aniq.
"O, oyijon zo'rsiz. Kulma, demak, Bahoraxonni ham qo'shamiz." Buvi, amakim ham ko'rdilar ustozimni. Amakim Bahora ustozimga qarab qoldilar. "Jim Mahmadona, jim. Yana biror nima desang, boshqa parkka olib bormayman", kulib qo'ydi Nurbek. "Yur qizim, xonangga darslaringni qilaylik." Yasmina va Oyis ketishdi. "Ertaga men aytgan qiz bilan uchrashuvga chiqasan." "Xo'p-da, onaginam. Bu boshqa gap o'g'lim." Nimalar bo'lyapti-ya? Kecha Yasminani amakisi deya tanigan yigit bugun to'g'rimdagi stolda bir qiz bilan o'tiribdi. Men ham oyim aytgan yigit bilan uchrashuvga keldim. Yasminani amakisi ham meni ko'rdi. Ikkimizni ham yonimizda odam bor-u, nigohlarimiz ularga emas, bir-birimizga qaratilgan. Qanchalik qaramay desam ham to'g'rimda o'tirgani uchunmi qarab o'tirgandim. Yonimdagi yigitni deyarli eshitmadim hisob. Nima dedi bilmayman ham. U ketgach o'ylanib qoldim. Bu yigit nima dedi deya. Ko'rinishidan yaxshigina yigit. Oyimga nima deyman? Yasminani ustozi uchrashuvga chiqdimmi deyman? Yonimga kelib o'tirgan yigitni ko'rib, xayollarim tarqaldi. Hozirgina qo'shni stolda bir qiz bilan o'tirgan Yasminani amakisi hozir qarshimda. Ha, shunday. Bu deyman, Yasminani amakisi ham uchrashuvga kelganmidi? Ha, topdingiz. Lekin siz menimcha men bilan uchrashuvga chiqqansiz. Mendan nigohlaringizni uzolmadingiz-a? Nima? Qachon qarabman? To'g'rimda o'tirganingiz uchun sizga shunday tuyulgan. Aslida siz mendan nigohlaringizni bir zum ham uzmasdan qaradingiz-ku? Sizga shunday tuyulgan axir. Qarshimda o'tirgandingiz. Xo'sh, yigit yoqdimi? Buni sizga nima qizig'i bor? Shunchaki menday kelishgan yigitdan ko'zingizni ololmadingiz. Yoningizdagi yigitni ham ko'rdingizmi deya so'radim. Voy, sizga nega qarayman-a? Yana o'zini maqtashini-chi, maqtanchoq olifta. Nima? Eshitganingiz. Demak, men maqtanchoq oliftaman, shundaymi? Ha. Yoqimli. Nima yoqimli? Ha, yo'q, hech nima. Bu qiz bilan qancha suhbatlashsam ham yonidan hech ketkim yo'q. Bu holat yoqimli. Mayli, sizni o'zingiz bilan yolg'iz qoldiray. O'zi nega yonimga o'tirdingiz? Hayronman.